Namangan avtosavdodagi akalardan hozir Sobitxon gulchi, kachaylarchi, rishotkachi ustamizga Akifda yangi jentra berdilar. Gap bo'lishi mumkin emas. Yaxshi kunlarga xizmat. Xayrli bo'lsin. Xayrli va barakotli bo'lsin. Tagida shamollar tushsin. Rozi bo'lamiz. Bozorlaringizda bundan zo'r ketsa, Xudo xolasa. Savdongizga baraka bersin. Alloh xayrli qilsin. Bu olingan ulov faqat yaxshilikka xizmat qilsin. Bu boshlanishi bo'lsin. Xudo xolasa akalar yana keyingi mashinalarda ham o'zingizlarga uchraydigan qilib, mabodo bunda ham podpischilar bor. Kelishadi, arzon qilib, chiroyli qilib ishlarni bitirib berasizlar. So'ra qo'yib qo'yaman. Ko'pchilik mashinaga qiziqadiganlar bizda ham. Mabodo kelaverasizlar. Narx bo'yicha zo'r ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Hamma joyi qora jentralarni surishtirildi. 2022-yil. Top-toza mashina, old-orqa bamperda ozgina ishlari bor, boshqa ishi yo'q, shumka bo'lgan. Idealniy holatda, yumshoq balon, polus shumka, rullari mers qo'yilgan. Akkuratniy qaranglar, apshikalar hamma joy polus laminatsiyalar qilib qo'yilgan. Mana shu joyda kichkina petnosi bor ekan. Shu mashinani 12100 ga Sobitxonga baraka qildik. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakali qilsin. Xudo xolasa 00 nomerlari bilan endi shahar ko'chalarini yondirib beradilar. Gap bo'lishi mumkin emas. Gerbli laboylarni ham qo'yib qo'ygan ekan. Sobitxon uchun xursandman, haqiqiy mehnat qilib halol pul topadigan bola. Bu boshlanishi bo'lsa. Sobitxon boray bo'lsin. Rahmat aka. Bundan zo'rini aylang. Qulluq bo'lsin deb tabriklab qo'ysalar bo'ladi. Egalariga buyursa.